Kattaroq joyda ishlaydi shekilli. Qovun tushirib qo'yibmiz u. Bu bilan sal boshqacharoq muomala qilmasak bo'lmaydi shekilli. Mayli, sen u yoqqa qarab turaver, hozir. Aka! Keling aka. Boshqatdan kelishib, boshqatdan salomlashalik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akajon, jahlingiz chiqmasin. Bo'ldi, men sizni tushundim. Hech qayerda uka. Aka, topamiz. Topamizmi? Topamiz. Shunaqa qiling-da uka. Men sizdan 30 metr so'rayotganim yo'q, 20 metr so'rayotganim yo'q, 9 metr so'rayapman, xolos. Bunaqa emas-da uka. Bo'ldi aka. Bo'ldi aka, tushundim. Aka, mana haligi keliningizga deb, xotinimga deb 10 metr alohida olib qo'ydim. Mayli, xotinim keyingi safar kelganida olar. Mana shuni sizga beraman. Kelinay mazza qilib kiyib yursin, ha? Mana boshqa gap bo'ldi. Oling uni uka. Bo'ldi. Mana joningiz sog'. Mana qarang buni. Xuddi mana shunday. Mana shundanmi? Mana shundan. Mana bu. Mana endi kelingiz xursand bo'ladigan bo'ldi. Rozimisiz? Roziman aka. Baraka toping aka. Joningiz sog' bo'lsin. Pulingiz ham kerakmas aka. Mana bu endi haqiqiy o'g'il bolaning ishi bo'ldi. Bor ekansiz uka, rozimisiz? Mingdan ming roziman. Qoyil. Joningiz sog' bo'lsin aka. Noyob odam ekansiz. Noyob odammiz-da. Bizda qara kam qolgan hozir uka. Sog' bo'ling. Ana shuning uchun mana endi aka-uka bo'lib qoldik, aka. Hada uka. Aka, sir bo'lmasa aytsangiz, qayerda ishlaysiz? Men shu shahar chekkasidagi mozorda ishlayman uka. Go'rkovman. Aytdim-ku, oxiri ham bir kuningga yarab qolarman deb. Bo'pti. Salomat bo'l. Baraka top uka. Joningiz sog' bo'lsin.